Bu gapim o'tirdimi? Men o'ylayman o'g'lim. Mana galimi? Agar qo'zg'ani bor mendan urib kompyuter olib qo'yadigan bo'lsangiz, men oyimga borayim, 3 ta qiz bilan gaplashishga yetib beraman, tushundingizmi? Yo'q, Ha. kollektivga kelib sizga chakkan edi, men yetib beraman o'yimga. Ana kompaniya boru, ana bilet sotadigan aviatsiya. O'shani bilet olishni to'g'rimi? Men bilan o'yinga bilan o'shani oyimga yetib beraman. O'zingiz shularni tashab ketilib ketavermoqchisiz-ku. Men sen adam cho'ntagidan 100 ming o'g'irlaganingni yetib beraman. Tushundingmi? Yetolmaysiz. Nega yetolmaysiz? Yetolmaysiz. Voy. Hali shunaqami? Voy. Sen hali cho'mchagingdan pul o'g'irlayapsan. Sen chet elga ketavermoqchimisan aviatsiyasidan bilet olib? Hali oying ishdan kelsin, senlar bilan boshqacha gaplashamiz. Oyimga yetib berasizmi? Hammasi zapis qo'yganman, qo'yib beraman. Hali shunaqami? Ha? Aka, Agar oyimga yetib bersangiz, uyda hech kim yo'qligida qo'shni Natasha opani olib chiqib, uyda o'tirganlarni hammasini yetib beraman oyim. to'pata. Yo'q. Birinchi bu o'ynasin. Keyin sen o'ynagan turib, talashmalaring nima qilasizlar talashib, to'g'rimi? Ana qo'yimga yetamanmi deyman. Birinchi uka o'ynasin.